Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz hozir Yoshlar media markazi qarshisidamiz. Bugungi mehmonimiz esa Sirojiddin Osarov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Men avvalambor mana shu master klassda bo'lgan ajoyib hasratlaringiz haqida so'ramoqchi edim. Aytib o'tish joizki, hozir Yoshlar media markazida ajoyib tarzda Islom Qoraboyev va Dildora Sadullayeva guruhlari qo'shilgan holda Sirojiddin Osarov boshchiligida ajoyib master klass bo'lib o'tdi. Mahorat darsidan olingan eng yaxshi narsa xotira shu bo'ldiki, bu o'sha yoshlarning sohaga qiziqqanligi va sohaga qiziqib bu sohada ishlamoqchi bo'lganlarni ko'zida bir olov borligini ko'rsatdi. Shu ma'noda aytishimiz kerakki, bu yerdagi yoshlar albatta kelajakda yaxshi mutaxassis, ta'bir joiz bo'lsa, eng yaxshi jurnalist bo'lishadi. Bunga ishonaman. Tushunarli, javobingiz uchun rahmat va hayotiy savol ham berib o'tmoqchi edim. Hayotni nimaga o'xshatasiz? Hayotni bilasizmi? Bir uzoq yo'l deydigan bo'lsak, oxiri ko'rinmaydi uzoq. Shu uzoq yo'lga o'xshaydi. Men hayotni shunga o'xshataman. Juda ham ajoyib o'xshatish. Javobingiz uchun rahmat. Keyingi savolim shundan iboratki, aynan nima deb o'ylaysiz? Jurnalistika sohasini tanlagan inson birinchi o'rinda nimaga e'tibor berishi kerak? Asosiy ravishda. Birinchi e'tibor qilish kerak bo'lgan jihat bu o'sha har qanday jurnalist nutqiga e'tibor qilish kerak. Keyingi masala. Unda shaxsiy tahlil bo'lishi kerak. Jarayonlarni jarayonlarni to'g'ri targ'ib qiladigan tahlil bo'lishi kerak. Ya'ni fikrlash qobiliyati ajoyib bo'lishi kerak. Keyingi savolim shundan iboratki, aynan siz maktab deb aytsak, maktabni hayotga o'xshatish mumkinmi? Maktab hayotga o'xshatish noto'g'ri, men nazarimda. Maktab bu sizni hayotingizni belgilaydigan bir maskan. Ya'ni siz hayotingizni qanaqa tasavvur qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha tasavvur qilgan hayotni amalda ko'rish uchun maktabda yaxshi harakat qiling. Maktab shunga zamin yaratadi. Tushunarli, javobingiz uchun rahmat. Keyingi savolim esa bolalikka qaytaradi sizni. Akalaringiz, opalaringiz yoki singil ukalaringiz bilan bo'lgan yoqimli damlarni aytib bersangiz. Eng yoqimli damlardan bittasi shuki, biz maktabdan kech kelardik. Kech kelganimiz sababi shu futbol bo'lardi. Futbol o'ynaganimizda futbol jarayonlarida shu uyga vaqtli kelmaganimiz uchun doim kaltak yerdik. Bu narsa xotira bo'lib, bora-bora o'zini nima deydi, shirinligiga aylanib, bu xotira shirin xotiraga aylanadi. Keyingi savolim shundan iboratki, aynan jurnalist sohasiga kirishingizdan oldin, ya'ni jurnalistika sohasiga kirishingizdan oldingi Sirojiddin Osarov bilan jurnalistika sohasiga kirib, fikrlash doiralari ancha keng bo'lib, ancha o'zgargan Sirojiddin Osarovni solishtirib bersangiz. Sirojiddin Osarovning hayotdagisi va sohadagisini orasida hech qanday farqi yo'q. Farq shundaki, faqatgina u efirda kostyum shunda chiqadi va u yerda ommaviy axborot vositalari vakili sifatida axborotlarni yetkazadi. Hayotda oddiy Sirojiddin Osarov. Aynan jurnalistika sohasiga kirishingizdan oldin ham xuddi shunday bo'lganmisiz yoki jurnalistika sohasiga kirib kelgandan keyin ozgincha o'zgarishlar bo'lgan? Endi bilasizmi, sohaga kirishdan avval albatta boshqa inson bo'lasiz. Bu hayotni o'zi sizni tarbiyalab boradi va bundan avvalgi bo'lgan o'sha kamchiliklar yoki bo'lmasa sohaga aloqador bo'lgan bilimlarni hayot davomida tajriba borasida rivojlantirib boraverasiz. Tomosha javobingiz uchun rahmat. Tomoshabinlar uchun bu juda ham qiziq. Aynan o'sha yerda ham aytib o'tdim, nima uchun Assalom O'zbekiston dasturidan imzolangan ekanligini. Sababi shuki, meni ozg'in deyishgan. Va shu asosda bizni o'sha efirdan olib tashlashgan. Albatta tomoshabinlar uchun juda ham qiziq edi. Keyingi savolim shundan iboratki, Sirojiddin Osarovning ishdagi va hayotdagi shiori bir xilmi yoki xilmi? Bir xil. Nima? Hammasi yaxshi bo'ladi, to'g'ri. Tushunarli. Hayotda inson o'sishi uchun nima kerak? Bilim kerak. Bilim, tanqidchi. Kerak. Tanqidni to'g'ri qabul qilish kerak va to'g'ri hayotingizda realizatsiyasini yo'lga qo'yish kerak. Tushunarli. Siz hozirgi yosh avlodga nima deb qolasiz?
nima desa bo'ladi? Yoshlarimizga aytmoqchi edim. Siz qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar jarayonlarga daxldor ekanligingiz yodingizdan chiqmasin va har bir soha egasi o'z sohasining ustasi bo'lishi kerak. Men shuni aytgan bo'laman. Tushunarli. Doimo insonning aniq maqsadi bo'lishi kerak va o'z sohasining mutaxassisi bo'lishi kerak demoqchisiz. Men savolingiz javobingizni tushundim va tomoshabinlarimiz ham tushunishdi bu savolning javobini. Keyingi savolim shundan iboratki, nima deb o'ylaysiz? Inson ba'zida yoshlikka qaytgisi keladi, mana shunday holatlar sizda bo'lganmi? Bo'ladi. Bu yoshligimizdagi xotirani eslaymiz, yoshligimizga qaytgimiz keladi. Bu narsa tabiiy. Bo'ladi. Yoshligingizda o'zi jurnalistika sohasida, ya'ni mana shu jurnalist bo'lmoqchi bo'lganmisiz yoki bundan keyinchalik? Yo'q, umuman yoshligimda bu haqida o'ylamaganman. Yosh o'tgan sayin universitetga topshirganimda keyin bu narsani haqida o'ylaganman. Ya'ni turtki bo'lishgan. Kim turtki bo'lgan? Opam turtki bo'lgan. Opangizga rahmat aytib qolamiz. Mana shunday ajoyib va eng muhimi juda ham ajoyib bo'lgan jurnalist mana hozir ish olib boryaptilar. Savol, yana bitta savol. Javoblaringiz uchun kattakon rahmat. Siz bilan o'tgan savol-javoblarimiz, ya'ni suhbatimiz juda ham maroqli o'tdi va fikrlaringiz ham juda ham ajoyib ekan. Buning uchun sizga kattakon rahmat aytamiz. Sizga ham kattakon rahmat. Meni ham hayajonga solib qo'ydingiz. Chunki hayajonli bo'lishi biz yo'lda suhbatlashyapmiz hozir. Ya'ni men avtomashinamni olib kelyapman, siz menga savollar bilan murojaat qilyapsiz. Bu ko'chadagi intervyu baribir boshqacha bo'lar ekan. Ozgina hayajonli, ham mas'uliyatli va kutilmagan desa ham bo'ladi. Bu eksklyuziv va mana shu yosh jurnalist qizimizga omad tilaymiz. Kelajakda eng yaxshi jurnalistlardan biri bo'lsin va keyingi safar ko'chada intervyu qilmayman. Tavsiya ham shunaqa. Rahmat. Bo'ladi. Sizlar bilan bo'lajak jurnalist va bloger Qahramon va Nafosat bo'ldi. E'tiboringiz uchun tashakkur.